Zhuge her qancha iqtidorli bo'lsa-mu, odam tunishda, odam ishlatishda yana Liu Beiga yetmaydi. Siz buni ishlamsiz, yurak berib saqlayotgandan keyin filmning davomini ko'ring. Ushpanchalikni ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Zhuge Liu Beininki mushavir. Hem odam tunish, iqtidorliklarni tunish, yeniq akilishda Zhuge qaraganda Liu Bei yana iqtidorli deyishik bo'ldi. Shunga Liu Beining atrofiga nurg'un iqtidorliklar yig'ildi. Endi bu nereden bilalaymiz? Liu Bei o'lish oldida Masuni buningki planlarni, ya'ni bu tuzgan planlarni ishlatishga bo'ladi. Ammo buningga huquq berish bo'lmaydi, ishlatish bo'lmaydi degan gapni qo'ygan. Zhuge Liang vasiyat qoldirgan. Ammo Zhuge Liang buni anglamay, eng muhim tugum bo'lgan Jetingga Masuni saqlash huquqini berdi. Endi Masuninki lashkarlarni joyiga qo'ymaslik sababidan Jeting qo'ldan ketib, Zhuge Liang'niki nurg'un askari talafotga uchraydi. Demek mushu bir hikoyalar, mushu bir holatlar biz Zhuge Liang'niki yanla Masuni to'liq tushunib yetmaganligini his qila olamiz. Agar sizin bu gaplarim qo'shilsangiz, astiki kasallarga alt tarafini qoldirib qo'ying. Mush uch balchalikdagi tijorat, igilik, xodim boshqarish, xodim tarbiyalash va mushu igilik yotishga oid javhar mazmunlarning yurish holatini olmoqchi bo'lsangiz, mening to'pimga kirib oling. Men to'pda hozir yurish mazmunlarini so'zlab beryapman. Ayrim xodim uchur qilish orqali bu to'pga kirib olsangiz bo'ldi.